Birinchi qachon olgansiz choyni? 25 anaqa nimada olganman-da, sanada. Bir oy oldin. Ha, bir oydan beri ichasiz choyni. Ha, ikkinchi oyga o'tdim, o'sha ikkinchi fasliga. Qanaqa endi natijalari? Va oyog'imni har yerlari sanchib turardi og'rib. Kechqurunda. Ular yo'q. Yaxshimi hozir? Yaxshi. Qarang, sahr bo'lganingizda nimalar bo'lgan organizmingizda? Sahrdami? Birinchi qanaqa holatlarga tushgansiz o'zingiz? Asli hozir. Ha. Sahr birinchi bo'lganimda, asli yuraverganman. Mana O'zbekiston dorisini ham ichib yuraverganman. Keyin ular kor qilmaganda, ana bo'lgan endi. Kechagida o'tkazib keldim. 11 ekan. O'zi u 20-25 ga chiqib ketadi. Hozir yaxshi. Hozir yaxshi. Nechida yurasiz hozir? Hozir burada 10 bo'ladi, burada undan ozroq bo'lib qoladi. Ichyapsiz-a? Borasiz-a choy? Ha, bor bunda. Mana sizga yana ikkita. Endi bir oy bo'lib ikkinchi oy ketyapti ekanda. O ikkinchi oy ketyapti, o'zgarish qanaqa? Qanaqa o'zingizni sezdingiz? Burun uxlamasdim. Tinch uxlayapman, yaxshi uxlayapman. Yana. Shu istaham ham yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldimi ancha? Nima? Ama yaxshi yuribman, yuragim siqilish yo'q. Yuragim nasl bukullab ketadi. O'zi burun nasl ko'p ish qilib ko'chalarda yurib nima bo'lgani, endi hiyla choy bilan qatdan yaxshi. Ko'pchilik masalan reklama xalq orasiga kirib, mana sizdek insonlar orasiga kirib reklama qilib gapirtiradi bular, reklama qildiradi aktrisalarga deb o'ylashadi. Unga siz qanaqa qaraysiz? Haqiqatmi yoki haqiqatdan reklama qildiradi deb o'ylaysizmi? Yo'q, haqiqat. Men haliga Qorpoqda ikki gapirdi-yu, ani gapiga rosa ishondim. Haqida bir ixlosim oshib qoldi mashinaga. Keyin shundan keyin oldim mashina. Buyurtma berdim. Burun hamma choy anaqa deb o'yladim-da. Boshida sizda ham ishonchsizlik bo'lgan. Anaqa bo'lgan. Keyin уже xilos qilib olgansiz. Men haliga qush qo'nmasi nimasi deganni ichib yurardim-da burun. Jigarim, buyurlarimga. Anaqa damlamasi borasini ham. Keyin ko'kat biror aytdi, faqat ko'katdan bo'lsa ham bo'lsa. Bu qanaqa bir senga yaxshi nima beradi, eshak beradi deb qanday baribir olib ichkim keldi shuni. Keyin ichdim. Haqiqatan mana oyoqlarim sanchib qolardi. Ular yo'q. Hozir nima kecha bo'lgandan keyin asli kechani mashqlari bor ekan. Bu ham foyda ekan bunga ham. Bellarga, bo'g'imlaringizga, suvlaringizga foyda. Ertaman 1 soat, yarim soat asli mashqlarni qilaman. Yaxshi. Qarang, o'zingiz mana tengdoshlaringizga, ishonmayotgan tengdoshlaringizga nima deya olasiz mahsulot haqida? Yo'q, buni ichib bir xilda ichib yursa yaxshi ekan bu ham. Bir achchig'i yo'q ekan, boshqasi yo'q ekan. Yaxshi. Foydasi bor ekan. Tavsiya qila olasizmi? Qilaman, albatta. Sanchiqlar, oyog'imda sanchiqlar yo'q bo'lib ketdi-yu. Endi uyquga ketganingizda birdan sanchib qo'ysa, uyqularingizdan ochilib ketadi-da, anaqa bo'ladi. Keyin hozir ular yo'q. Mana barmoqlarimda, boshimdag'imda ham bor edi sanchiqlar. Turib sanchadigan. Ular ham yo'qolib ketdi. Anaqa ko'nglim sal g'at bo'lib qolardi ovqat yegandan keyin. U ham yo'q, yaxshi. Har tomonlama har qanday foydali, yaxshi narsa. Demak, mahsulotdan rozisiz. Foydasi tekanidan xursandmiz. Avvalo Xudo, sababchisi bo'lib qolgan bo'lsak, xursandmiz. Xudo xolasa, keyingi safar kelishlarimizga qandli diabetdan umuman chiqib ketgan bo'lishingiz, bundan ham yaxshi natijalar sizdan kutib qolamiz. Rahmat shunchalik vaqtingizni ajratganingiz uchun. Boya bir kuyundizam malina ichida o'tlab borarlarda yurib qo'yuvdim. Charchab qolib uxlatdim boya qilganda. Men kunduz uxlamasdim. Yaxshi, tinchlantirishi ham yaxshi ekan, odam yaxshi tinchlantiradi nima qilgan. Qabziyatim bordi, u ham yo'qoldi. Yo'q-e? Ana. Xudo xolasa sekin-sekin chiqib ketadi organizmingizdan. Tabiiy narsani yaxshi ko'rib, qush qo'ymas damlamasini ichib yurardim, yaxshi ko'rib.
Xudo xohlasa bundan ham zo'r natijalarga chiqish nasib qilsin. Yaxshi bo'lib ketsin, Xudo ikkita xohlasa. kasal biri ustunga keldida. Girsa yomon qilar ekan, rosa yomon narsa ekanda u ham. Keyin bir Xudo xohlasa sabr qilib o'tsangizchi, grijalaringizni yo'q qilib beradi. Mana ko'pchiligida hozir keldik, ayni Qirg'iziston tomonlarda pochkalaridagi toshlarni tushirgan, grijalarini yo'q qilgan, zrenyalarini ochgan. asta ko'zim ham sal yorishib qoldi. Xudo xohlasa bundan ham zo'r natijalarga chiqqaningizda yana kelib duolaringizni olib ketish nasib qilsin. Ozgina bo'lsa ham foydasi tekkandan xursandmiz, opa. Rahmat, hamma yaxshi. Bitta duo qilsangiz yaxshilab ketamiz, opa endi. Qancha tinchlik, omonlik bo'lsin. Iloyim yomon ko'zlardan, balo qazolardan saqlasin. Shu ishlarni hammamizga bir shifo bersin, dodlarimizga. Ularga esa oxir bersin. Alloh. Rahmat sizga ham vaqtingizni ajratganingiz uchun. Charchamang, sog' bo'ling, ishda davom eting. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'ling.